Yaxşımsızlar dostlar. Bugün mening bir kunim bilan tanışıp chiqayli. Men har kuni ertagan soat 7larda turaman. Yuz ko'zlarimni yuvib bo'lib, ertaganlik nashta yeyman. Odatda nashtada non bilan badam yong'oqlarini yeyishni yaxshi ko'raman. Nashtadan keyin ukam bilan o'ynayman. Hozir kutubxonalarga boramag'ashqa ko'proq uyda bo'lamiz. Bilan kitob o'qiymiz, Lego chizamiz, mehmondorchilik o'ynaymiz. Avval 3 kunlari opam bizni sirtqa chiqdi. Men tishda o'ynashga bek amroq. Sirtda bakchiq, qisqarlik ishlarni tushirib turamiz. Kuni ertaganda bizdagi maktabdan yana uyga qaytayotgan to'p chumlarni bayqab qoldi. Bek qiziqa. Odatda opam tushlik tomoq qilganda biz televizor ko'ramiz. Bu vaqtga men bek amroq. Ha. Tushlik tomoqni yeb bo'lsak, yana uxlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Men 5 yoshga kirsam, opam meni yana xursand. Balam, siz o'ynayman deb turasiniz, fikringizni uxlamayman deb bizni xab qildi. Deb turvashqa. Men avval uxlayman. Shundan keyin uyg'onganda pechili peraniklar bilan yeychivi yeymiz. Dadam ishdan tushganda biz bilan o'ynaydi. Kechda kino ko'rish vaqtimiz. Yey! Ba'zida ish kunlari itun bo'lgan qo'noqni yeb kino ko'ramiz. Ondan kechki choy bo'lgandan keyin uxlash oldida opam bizga hikoya o'qib berdi. Mening bir kunim odatda mushundoq o'tadi. Biroz zerikishli. Ammo bir necha oy o'tib, maktabga kirgandan keyin kunlarim bekrak ma'nili o'tadi deb o'ylayman. Bugun sizlar bilan mushu yakcha paramlashaylik. Hikoyalarimni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, meni davomli qo'llab turing. Yaxshi ko'rish kunusini unutmang. Rahmat. Xayr xo'sh.